Birinchi modul, birinchi dars. Bunda IELTS nima va uni test formati haqida qisqacha gaplashamiz. Demak, ko'rishimiz mumkin, quyida IELTS so'zi bu qisqartma hisoblanadi. Uni kengaytmasi International English Language Testing System. Xalqaro ingliz tilini xalqaro ingliz tili test tizimi. Ya'ni bu IELTS bu imtihon. Qanaqa imtihon deydigan bo'lsak, til bilish darajasini ko'rsatuvchi yoki tekshiruvchi imtihon. Bunaqa imtihonlar ko'p. Demak, har xil tilda har xil imtihon turlari bor. Misol uchun TOEFL bor, IELTS bor, CEFR bor va koreys tilida TOPIK degan imtihonlar bor. Eng mashhurlardan bittasi hisoblanadi bu IELTS va ingliz tilini, til bilish darajasini aniqlovchi imtihon hisoblanadi. Endi buni tayyorlanamiz, shu imtihonni topshiramiz, bulardan sertifikat qabul qilib olamiz. Kimiki bu qayerda bu qanaqa tashkilotlar o'tkazadi, shular haqida ham ma'lumotga ega bo'lishga harakat qilamiz. Demak, bizda tashkilotlar 3 burchagi bor. Shu 3 ta tashkilotni tushunib olsak yaxshi bo'ladi. Birinchisi Cambridge Assessment, IDP Education va British Council. Bularda nima va vazifasi haqida qisqacha tushunchaga ega bo'laylik. Cambridge Assessment demak Britaniyaga tegishli va IELTS imtihonini savollarini tuzuvchi, o'quvchilar topshirgan testlarni tekshirib baholovchi tashkilot hisoblanadi. Ya'ni eng boshida Cambridge Assessment. Ular imtihon savollarini demak tuzar ekan IELTSda. Va bizda IDP va British Council bularning vazifasi endi bir xil. Bular IELTS imtihonlarini dunyo miqyosida tashkil qiladi, tayyorlaydi, o'quvchilarni jalb qiladi, ulardan to'lovlarni qabul qilib imtihonlar oladi va sertifikatlar taqdim qiladi. Demak, IDP British Council misol uchun O'zbekistonda oladigan bo'lsak, ikkala tashkilotda ham topshirish imkoni mavjud. Ikkalasining vazifasi bir xil. Demak, IELTS bu butun dunyoda 140 dan oshiq davlatda tan olinadi. Demak, butun dunyo bo'ylab bularning tashkiloti bor. Ham IDP, ham British Council har xil hududlarda joylashaveradi. Hamma xohlagan turida topshirish mumkin. Kimdir British Council orqali imtihon topshiradi, kimdir IDP. Ko'pchilik bittasi osonroq, bittasi qiyinroq degan tushunchalarga borishadi, unaqa emas. Ikkalasida ham imtihonlar baholash bir xil bo'ladi. Chunki savollar Cambridge Assessmentdan tuzilgan bo'ladi, tekshirish ham ularning zimmasida. Demak, bular faqat test o'tkazuvchi tashkilot hisoblanadi. Bu tashkiliy tuzilmasi. Endi test formatiga o'tadigan bo'lsak, IELTSda qanaqa savollar bo'ladi, qanaqa qilib tekshiriladi, nima bo'ladi? Birinchi bo'lib, IELTS bu 4 ta skills, ya'ni 4 ta ko'nikmani tekshirishini tushunib olishimiz kerak. Odamdagi til bilishga oid 4 ta ko'nikmani tekshiradi. Bular listening, reading, writing, speaking. Demak, listening tinglab tushunish, reading o'qib tushunish, writing yozish, speaking gapirish. Til o'rgandim, men ingliz tilini bilaman deydigan odamdan shu 4 ta ko'nikmasini biladimi, yo'qmi tekshirib chiqadi. Va IELTS imtihonining 2 xil turi mavjud. Bu haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Academic IELTS va General Training IELTS. Bularning farqi nimada deydigan bo'lsak, maqsadiga qarab. Demak, Academic IELTS bu universitet, kollejlarda o'qish, ularga hujjat topshirish uchun kerak va General Training turi bu ishga borish, sayohatga borish, ko'chib borib yashash, migration shunga o'xshagan maqsadlar uchun topshiriladi. Sertifikatlari demak shunga ko'ra farq qiladi. General IELTS va Academic. Bizi hududimizda o'quvchilarimiz 90% holatda Academic IELTS topshirishadi. Chunki ko'pchilik universitetga kirishga harakat qiladi. Demak, Academic IELTS haqida ko'proq gaplashar ekanmiz. Va imtihon topshirayotganimizda main exam deymiz. Listening, reading, writing bitta alohida kunda topshiriladi. Yozma imtihon deymiz va speaking boshqa kuni bo'ladi alohida. Yozmadan keyin yoki oldin bo'lishi mumkin ekan. Buni sababini hozir quyida ko'ramiz. Endi asosiy imtihonning formati. Imtihonga kirdingiz, qanaqa savollar beriladi, qanaqa ko'rinish bo'ladi, shular haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib listening boshlanadi. Demak, eshitib tushunish, sizni eshitish qobiliyatingiz tekshiriladi. Sizga savol varag'i beriladi, javoblar varag'i alohida beriladi. Savol varag'ida demak 4 ta part mavjud bo'ladi. Ya'ni 4 ta qism yoki 4 ta section desa ham bo'laveradi. Va jami 40 ta savol beriladi sizga 30 minut ichida. 30 minut ichida audio qo'yiladi va siz 40 ta savolga javob topishingiz kerak. Demak, 40 ta savolimiz 10 tadan 4 ta qismga bo'lingan bo'ladi. Va reading, keyin reading boshlanadi. Readingda 3 ta sectiondan iborat bo'ladi. 3 ta katta matn beriladi. Bunda ham jami 40 ta savol beriladi sizga topish uchun va jami 60 minut vaqt beriladi. Writingga keladigan bo'lsak, writing o'z ichida 2 ta qismdan tashkil topadi, task 1 va task 2. 2 ta topshiriq beriladi sizga. Yozish qobiliyatingizni tekshirish uchun 2 ta topshiriqni bajarasiz. Task 1 da agar akademik bo'ladigan bo'lsa, report, ya'ni hisobot, iqtisodiy grafik, jadvallarga hisobot yozish kerak raqamlar bilan birga. Agar general bo'ladigan bo'lsa, letter, ya'ni xat yoziladi. Task 2 ga keladigan bo'lsak, bir xil insho yozish talab qilinadi muhim bir mavzuda.
Task 1da 150 ta so'z yozish kerak minimal. Task 2da 250 ta kamida so'z yozish kerak bo'ladi va ikkalasini yozish uchun 60 minut vaqt beriladi. Speakingga keladigan bo'lsak, speaking bu face to face, ya'ni yuzma-yuz bo'ladi. Jonli ravishda imtihon oluvchi bilan birga. Speaking demak 3 ta qismdan iborat bo'ladi: part 1, part 2, part 3 va ular 11-14 minut davom etadi. Nimaga 3 ta partga bo'lingan? Nimaga imtihonlar qismlarga bo'lib ketilgan? Bitta test tarqatib 20 ta yechib qo'ysa bo'lmaydimi? Bunaqa holat bo'lmaydi IELTSda, sababi yuqori aniqlikda tekshirish uchun qismlarga bo'lingan, har bir qismning vazifasi bor. Misol uchun speakingda part 1 bu qisqa savol-javob, hayotiy mavzularda, part 2 uzoq muddat gapira olish, fikrini tasvirlab berish, shunga o'xshagan maqsadlarda tuzilgan. Ular haqida batafsil yana keyin ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Umumiy qiladigan xulosa qiladigan bo'lsak, IELTS bu imtihon sizni til bilishingizni ko'rsatadi, tekshiradi. Qaysi tashkilotlar orqali qilinishini bildik. Nimani tekshiradi desa, shu 4 ta ko'nikmani tekshiradi. 2 ta turi borligiga e'tibor qaratasiz va mana testi formati. Buni endi kelinglar jonli ravishda haqiqiy real demak imtihon qog'ozlarini ko'rib tushunchamizni orttiramiz. Mana quyida ko'rishimiz mumkin haqiqiy IELTS imtihon savollaridan namuna. Listening imtihoni qanaqa ko'rinishda bo'ladi aytdik. 4 ta sectiondan tashkil topadi, jami 40 ta savol. Har bitta sectionning vazifasi bor dedik. Misol uchun section 1 bu ikkita odamning suhbati bo'ladi. General topic, ya'ni oddiy mavzuda bo'ladi. Ikkita odam demak gaplashadi. Siz boshliqlar to'ldirib ketishingiz kerak. Savol turlariga keyinroq to'xtalamiz. Va section 2 da demak endi monolog, faqat bitta odam gapiradi. Birorta general mavzuda ma'lumotlar taqdim qiladi sizga. Section 3 ga o'tadigan bo'lsak, bunda yana ko'pchilik gaplashadi. Faqat bunda part 1 dan farqli ravishda endi faqat 2 kishi emas, 3 kishi, 4 kishi gaplashishi mumkin va mavzu endi akademik mavzuda bo'ladi. Universitetlar, ta'limga oid mavzular bo'ladi. Va part 4 ham xuddi shunaqa, yana bitta odam gapiradi, faqat general oddiy mavzuda emas, akademik, muhim yoki murakkabroq mavzuda, ilmiy mavzularda gapiradi. O'xshagan ko'rinishda bo'ladi. Readingga keladigan bo'lsak, aytdik 3 ta katta matn beriladi. Shunga o'xshagan murakkab strukturali o'ziga yarasha demak matn beriladi va har bir matndan keyin savollar mavjud bo'ladi. Savol turlari bilan hali qo'shimcha tanishamiz. Demak 3 ta matn berilgan bo'ladi readingda. Bular ham kattalashib, murakkablashib boradi. Part 1 demak birinchi passagimiz, birinchi readingimiz osonroq va uchinchisi kattaroq, nisbatan murakkabroq ko'rinishda bo'ladi. Va matnlarni o'qigan holatda ularni tushunib, shunga o'xshagan savollarga javob berish kerak bo'ladi. Writingga keladigan bo'lsak, writingda 2 ta task bor dedik. Task 1 mana shunga o'xshagan iqtisodiy grafik bo'lishi mumkin, diagramma bo'lishi mumkin. Shularga hisobot yozish kerak. Mana ko'ryapmiz bu jadvaldan. Iqtisodiy ma'lumotlar. Task 2 da topik beriladi va shu mavzuda biz yuzasidan insho yozishimiz kerak. Writing shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Va speakingga keladigan bo'lsak, bu og'zaki aytdik, yuzma-yuz ravishda bo'ladi. Mana 3 ta part. Misol uchun part 1 da oddiy hayotiy 2 ta topikka oid savollar berilyapti. Part 2 da bitta mavzu beriladi. Bunga tayyorgarlik ko'rib 2 minut gapirish kerak uzoq muddat. Va part 3 da yana ma'lum bir mavzu yuzasidan suhbat bo'ladi, faqat uzunroq, ya'ni chuqurroq tahlil bilan bo'ladi akademik mavzuda. Xuddi shu IELTS imtihonini to'liq ko'rinishi hisoblanadi. Mana shuni ko'rgandan keyin o'quvchi nimaga tayyorlanayotganini bilish kerak. Bu masalalarni hammasini bajarib siz o'zingizga kerakli natijaga ega bo'lishingiz mumkin.